Assalomu alaykum O'zbekiston. Xullas meni oldimga qadrdonim keldi ana. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Zo'rmisizlar? Yaxshimisizlar? Men Peterga keldi Tayson tog'alaring, do'stlar. Ana endi yarimtaydim butun bo'ldim. Ana endi inasini ko'rsatamiz Peterda aylanishdi. Tirnovatgan bosamizmi? Nasib bo'lsa. Tirnovatgan bosamiz, ovqatlarni turli xilini yeymiz. Bugun nima ovqat yeymiz? O'tmoqchi pitsa yeymizmi? Pitsa yeymiz biz. Sen bilan bormayman pitsaga. Sen har doim chiqadi, yo'rada bor. Lekin bori to'g'risi zerikib yurdim. Shu keldi borga bir tishlarim ko'p ko'rina boshladi. Endi zerikmaysan, jo'ra. Ana zerikman. Ish qilib borgsam bilan qo'shilib kirib ketmasam bo'ladi. Minutlar oldida amakijon, amakijon Shunday registratsiya shu narsasi keldi, shunday. Shunday keldi. Unday dema, mana ko'rib o'tiribdi ruslar bilan. Ko'rsin, ruslar. Men o'tmamda o'tirmaylikda. Joyim bormi? Men o'zimman. Shunga qo'shilib kirib ketmasam bo'ldi. Ana yig'lab o'tirmasak bo'ldi, bir qaramasgalar oldi. Помогите, брат! Farruh brat! Farruh brat! Meni. Tayson keldi, Farruh haydaldi, mana chimadanimni yig'ishtirib oldi. Ey, men aytamanki, Chevrolet Gentra nomer 1. Boya men adashdim. Mers bilan BMWni solishtirib, qaysi zo'r? Mersmi BMWmi? BMW meningcha. Tariqali, Mers nomer 1. Davay kommentariyaga yozamiz. Mersmi BMWmi yoki Chevrolet? Nomer 1. Bu kishidan so'rayman, bu kishi kibr hozir chamadonni yig'ishtiryapti. Aka, tayyormisiz siz biza bilan qolishga? Ana endi katta gapirganlar, qani ko'ramiz. Men keyin birinchi kelgan kunim, "Ukam, yo'raveraman, ukam" deyotgan. Endi bizda butun bo'ldik. Men yani energiya to'ldi aka. Ana endi siz tayyor bo'lsangiz bo'ldi. Men ko'zi boshladi Hindiston.